evakuatorimiz mana ketyapti. Rahmat, brat. Sog' ol. Jizzax Do'stlikka kelganmiz. Akalarimiz Instagramdan ko'rib, avariyli holatda Damas mashinam bor, kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa olib keting deyishdi. Xudo xolasa mana aytgan manzillariga ozgina qoldi. Xabarlar bo'lsa, yaqinda Xorazmga borgan edik. Mana oradan 2-3 kun o'tdi. Jizzaxlik akalarimiz aloqaga chiqishyapti. Kimda avariyli pochoq qurilgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Topib bergan odamga $50 dan $100 gacha xizmat chiqarib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Yo'lni qaranglar, manzarani. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Jizzax Do'stlikdan sotib olgan Damas'imizni mana xudo xolasa evakuatorga yuklab, Isuzu'lar ham keldi. Isuzu'ga yuklab vodiyga olib ketamiz. Kimda shunaqa DTPga uchragan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz.